Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 10-iyul 2026-yil. Ro'parangizda Yulian uzumi. O'zimni qaydnomalarimga qaraganimda 25-mart kuni bu yil 25-mart kuni uzumlarimiz tanasidan kurtaklari bo'rtib, ya'ni kurtak chiqqan. O'sishni boshlagan, barglar chiqishni boshlagan. 25-martdan bugungi kungacha hisoblasak, shu 100 kun, 105 kun atrofida bo'lyapti. Mana 105 kun ichida uzumimiz to'liq yetildi. Briksga keladigan bo'lsak, 19, ba'zilar 20 briksgacha ham yetyapti. Ta'mi juda ham shirin, muskatsiz, yirik boshli uzum. E'tibor bering, bu uzumni men o'tgan yili qalamcha qilib ekkanman. Qalamchadan mana bu yil nishona hosilni berib turibdi. O'tgan yili qalamcha ekilgan. O'sish kuchi yaxshi, kasalliklarga chidamli, ta'mi Husayniga o'xshab ketadi. Juda ham mazali, yirik donli uzum. Mana Yulian hammaga tavsiya qilaman.